Diqqat, Hindistonda yuz bergan ko'chki kamida 18 nafar insonning hayotiga zomin bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib, xabardor bo'lib turishni xohlasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hindistonning Himachal Pradesh shtatidagi Bilaspur tumanida 30 yo'lovchini olib ketayotgan xususiy avtobusni bosib ketgan kuchli ko'chki oqibatida kamida 18 kishi halok bo'ldi deyiladi xabarda. Bu haqida India Today nashri xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'chki Ballov ko'priga yaqinda sodir bo'lib, Marotandan Kalaulga ketayotgan avtobusni butunlay ko'mib tashlagan. Voqea joyida favqulodda xizmatlar ishlamoqda. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi va bosh vazirning yordam jamg'armasidan tovon puli to'lashini e'lon qildi deyiladi xabarda. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlar bizning kanalimizda.